Assalomu alaykum qadrli talabalar. Bugun sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzuyim uyg'onish davrlari sharq mutafakkirlari psixologik qarashlari deb nomlanadi. Demak, 4 ta reja asosida bugungi darsni tashkil etamiz siz bilan. Bu Abu Rayhon Beruniyning falsafiy psixologik qarashlari, Abu Ali ibn Sinoning tibbiy psixologik g'oyalari, Abu Nasr Farobiyning falsafiy psixologik qarashlari va albatta Alisher Navoiyning psixologik muammolarga oid qarashlari haqida so'z boradi. Sharqda psixologik qarashlarning paydo bo'lishida buyuk sharq mutafakkirlarining roli katta bo'lgan. Al-Xorazmiy, Al-Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek kabi buyuk o'sha olimlar o'zlarining inson psixikasi va yosh avlodni tarbiyalashga doir boy fikrlar va qarashlari bilan albatta ajralib turadi. Ular nafaqat dinga taalluqli, balki ilm-fanning riyoziyot, tibbiyot, anatomiya, falsafa, astronomiya, pedagogika, etika, estetika va psixologiya fanlari bilan ham bog'liq qarashlari mavjud bo'lgan va ular yaratgan asarlar o'sha nafaqat O'rta Osiyo kitobxonlari, balki butun jahon taraqqiyparvar mutafakkir olimlari ham sevib mutolaa qilib, o'z o'quv risolalarida ham bularni keltirib o'tishgan. Sharq mutafakkirlarini Abu Homid G'azzoliy, Ibn al-Hasan, Ibn Rushd va Ibn Sinolarni misol keltirish mumkin. O'sha Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-G'azzoliyning demak o'z asarlari haqida, o'z asarlarida islom ilohiyotini falsafiy jihatdan asoslashga harakat. G'azzoliy Xudoni aql orqali anglash mumkin emas, uni maxsus ruhiy, jismoniy harakatlar, sig'inish va ibodatlar orqali anglash mumkin deb hisoblaydi va sunniylik aqidalarini tasavvuf ideallari bilan birga qo'shib talqin qilgan olim albatta bu G'azzoliy hisoblanadi. G'azzoliyning fikricha, insonning Alloh buyurgan amallardan o'ziga maqbulini tanlab olishi o'z ixtiyoridadir. Ya'ni shu bois mazkur xatti-harakatlari oldindan belgilab qo'yilishiga qaramay, ular uchun aynan insonning o'zi mas'uldir deb aytib o'tadi. G'azzoliyga ko'ra, jon Xudo singari fazodan tashqarida, olam Xudo tomonidan yaratilgan. G'azzoliyning diniy tizimi tasavvufni an'anaviy islom bilan birlashtiradi. Bundan tashqari o'sha G'azzoliy g'oyalari islom tafakkuriga va o'rta asr Yevropa falsafasiga ta'sir ko'rsatadi. Chunki G'azzoliyning zamondoshlari Hujjatul Islom, ya'ni islomning dalili deb demak Imom G'azzoliyni qadrlashgan va u butun umrini G'azzoliy asosan shu haqiqatni odamlarga tushuntirish va adashganlarni to'g'ri yo'lga qaytarishga qaratadi. G'azzoliyning falsafa, tasavvuf ilmiga oid asarlari juda yorqin, ravon va tushunarli uslubda bitilgan. Imom G'azzoliy juda ko'pni ko'rgan, o'qigan va bilgan zot bo'lishiga qaramay, uni faqat arab shoiri Labidning mana shu misrasi zavqlantirgan. Allohdan o'zga hammasi yolg'on emas. Ayni o'sha aqoid ilmining bilimdonlaridan biri Suyuti Imom al-G'azzoliy haqida shunday yozadi: agar Muhammad alayhissalomdan keyin yana bir payg'ambar dunyoga kelishi mumkin bo'lganda, bunday saodat shubhasiz al-G'azzoliyga nasib etardi degan qarashlar ham mavjud. Demak, bu nimani anglatadi? Bu degani, demak, G'azzoliy albatta diniy dunyoqarashining naqadar keng ekanligini ko'rishimiz mumkin. G'azzoliyning fikrlari albatta aynan o'sha G'azzoliyning qarashlarida asosan shubha haqiqatga olib boruvchi yo'ldir degan qarash mavjud. Ya'ni kim shubhalanmas ekan, hech narsani ko'ra olmaydi. Ko'rishdan mahrum odam esa tushuna olmaydi. Tushunishdan mahrum kimsa misoli so'qir kabi yo'ldan adashadi deb aytgan G'azzoliy. Va umuman olganda, avvalo shuni tushuntirib olish joizki, Alloh haqidagi bor haqiqatni, uning ulug'vor mohiyatini faqat Allohning o'zigagina biladi deb aytadi G'azzoliy. Bunda hayron bo'lmaslik joiz. Farishtalar haqidagi haqiqatni farishta, payg'ambarlar to'g'risidagi haqiqatni payg'ambargina biladi.
hattoki shogird to ustozning darajasiga yetolmas ekan, uni chinakamiga tushunolmaydi. U ustozning darajasiga yetgandan keyingina o'zini ustoz kabi anglay boshlaydi, deb aytadi G'azzoliy. Bundan tashqari payg'ambarimiz shunday deganlar: 3 narsadan, shubha gumondan, yomon xayollardan va havasdan hech kim qutula olmaydi. Men sizga ulardan xalos bo'lish yo'lini aytaman. Agar gumonsirasang tekshirma. Yomon xayollarga kelsa ulardan qoch. Havasing kelsa narsaga ega bo'lish istagidan o'zingni tiy, deb aytib o'tadilar. 3 ta olam mavjuddir. Ularning biri zohiriy, ikkinchisi botiniy olam bo'lsa, har ikkisining orasida yana bir olam bor. Bu ruhiy olam o'rin olgan, deb aytib o'tadi G'azzoliy. Keyingi o'rta asr olimlaridan biri albatta bu o'sha Ibn Rushd Abduvalid Muhammad hisoblanadi. Aristotel asarlariga sharhlar yozgan. Moddiy dunyo abadiy, uning boshi ham yo'q, oxiri ham bo'lmaydi, deb aytib o'tadi. Lekin uningcha moddiy dunyo fazoda cheklangan, Xudoning borligini tan olgan va ikki haqiqat nazariyasini ilgari surib, bilimini e'tiqodga, falsafani ilohiyatga qarama-qarshi qo'ydi hamda fanning inson aqlining roliga yuqori baho berdi. Ibn Rushd Abduvalid Muhammad. Abdulvalid Muhammad asosan kishi oliy kamolotga zikru sano orqali emas, balki ilm, falsafiy bilim orqali erishadi deb o'z davrining ilg'or kishisi bo'lgan, adolatli jamiyat qurishni, xotin-qizlarga teng huquq berilishini, hurlik g'oyalarini targ'ib qilgan. Bundan tashqari, Abu Nasr Muhammad ibn Tarxon al-Faroviy 873-yilning oxirida Farob qishlog'ida dunyoga keladi. U Shosh, Samarqand, Buxoro kabi shaharlarda tahsil oladi. Farobiy o'z davrining markazi hisoblangan Bag'dodda ilmiy ishlar bilan tanilib, faylasuf, olim sifatida mashhur bo'lgan. Farobiy umrining so'nggi yillarini Halab, Damashqda o'tkazadi va 950-yilda shu yerda vafot etadi. Abu Nasr Farobiy Yaqin va O'rta Sharqda ilg'or ijtimoiy falsafiy oqimning asoschilaridan biri bo'ladi. Sharq Aristoteli unvoniga yoki ikkinchi muallim nomiga bilan mashhur hisoblanadi. Sharq mamlakatlarini qaraydigan bo'lsak, Sharq mamlakatlarida Farobiy al-Muallim as-Soniy deb ulug'lanadi. Farobiy sharqlari o'rta va yaqin sharq ilg'or mutafakkirlarining dunyoqarashini shakllantiradi. Ularni Aristotel g'oyalarini ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Aristotel g'oyalarini ruhida tarbiyalashda Abu Ali ibn Sino Farobiy sharhlariga metafizika, ya'ni mobadiy tabiat kabi o'qib, Aristotel asarlarini tushunganligini alohida ta'kidlab o'tadi. Farobiy bilish jarayonini ham ikki bosqichga ajratadi. Aqliy bilish va hissiy bilishsiz vujudga kelmasligini alohida ta'kidlab o'tadi. Farobiy aqlli inson haqida gapirib bunday yozadi: aqlli deb shunday kishilarga aytiladiki, ular fazilatli, o'tkir mulohazali, foydali ishlarga berilgan zarur narsalarni kashf va ixtiro etishga joiz deb hisoblaydi. Bundan tashqari, Farobiyning ta'riflashicha, o'sha odam o'z bilimlarini tashqaridan atrofdagi hodisalarga bilish jarayonida oladi. Bu jarayonlar sezgi, idrok, xotira, tasavvur, mantiqiy fikr va aql nuqtai nazarini o'z ichiga oladi. Va Ibn Sinoga o'tadigan bo'lsak, Ibn Sino 450 dan ortiq asarni o'zidan keyin qoldiradi. Shulardan 190 ga yaqini falsafa, mantiq, psixologiya, axloqshunoslik va ijtimoiy-siyosiy sohalarga bag'ishlangan. Bizgacha Ibn Sinoning 242 taga yaqin asarlari yetib kelgan. Ibn Sino bilish haqida ta'limoti, xususan hissiy bilish sezgilari, sezgi haqidagi fikrlari uning tib qonunlari asarida inson fiziologiyasi va psixologiyasi asosida talqin qilinadi.
Umuman olganda Ibn Sino tashqi sezgi va ichki sezgilar haqida alohida diqqat qaratganlar. Tashqi sezgi inson tashqi olam bilan bog'laydi va ular 5 ta: ko'rish, eshitish, ta'm bilish, hid bilish va teri sezgisi deb ataladi. Bular insonning ma'lum organlari teri, ko'z, og'iz, burun, quloq va ular bilan uzviy bog'liq ekanligi haqida so'z boradi. Ichki sezgilarga umumiy taxmin etuvchi, ifodalovchi, eslab qoluvchi, xotira, tasavvur va o'sha ichki subyektiv psixik jarayonlar nazarda tutiladi. Ibn Sinoning fikricha, o'simliklar va hayvonlar inson ham qandaydir o'ziga xos ichki kuchga, jonga egadir. Aql inson jonining oliy darajadagi ifodasidir va tibbiyotni chuqur o'rganish asosida Ibn Sino miyani barcha sezgilardan boruvchi nerv markazlari, umuman inson nerv sistemasining markazi ekanligi haqidagi ta'limotni orqali suradi. Bundan tashqari, Ibn Sino talqini bo'yicha inson tana va jondan tashkil topadi. Miya jonni boshqarib turuvchi markazdir deb aytib o'tadi. Va Ibn Sino tushunchasida bilimlarni chuqur o'rganish orqali Xudoni bilish mumkin degan fikr yotadi. U mavjud bilimlarni egallagan insongagina haqiqiy musulmon bo'la oladi deb tushunadi. Ibn Sino mantiqni ilmiy bilishning, mavjudotni o'rganishning ilmiy usuli deb hisoblaydi. Va Abu Rayhon Beruniyga qaraydigan bo'lsak, Abu Rayhon Beruniy psixologiya sohasida aniq bir asar yozmagan bo'lsa ham, Farobiy ta'limoti ta'sirida inson shaxsining kamoloti, uning aql idroki, ruhiy taraqqiyoti haqidagi o'zining psixologik va pedagogik qarashlarini ham o'z asarlarida aytib. U agar sezgi a'zolarimiz bo'lganda olam tasavvuriga ega bo'lmasdi. Umuman inson narsa va jismlarning rangini bilmagan bo'lar edi deb asosan sezgi jarayoniga ko'proq urg'u beradi. Keyingisi Abdurahmon Jomiy. Abdurahmon Jomiy 1414-1492-yillarda yashab ijod o'tkazgan. Albatta, o'zining yaratgan asarlarida shaxs taraqqiyoti haqida teologik nuqtai nazarni fikr yuritgan. U birinchi bor shaxs tipologiyasini yaratgan. 6 ta tipdan iborat deb hisoblaydi. Birinchisi hasadgo'y, ikkinchisi g'iybatchi, uchinchisi tasodifiy boyigan kambag'allar, to'rtinchisi amalparastlar, beshinchisi zihnalar va oltinchisi axloqsizlar deb tiplarga bo'lgan. Jaloliddin Davoniy asarlarida asosan xohishlar etikasi asarini yozadi. Bu inson xarakteri haqida batafsil to'xtalib o'tgan, xarakter xislatni salbiy tomondan o'zgartirish mumkin degan fikrini ilgari suradi. Davoniy bolalarning psixik taraqqiyotini, muhitga rolini yuqori baho bergan, yosh davlat psixologiyasini rivojlanishda ham hissasi katta hisoblanadi. Markaziy Osiyo olimlarini qaraydigan bo'lsak, bular faylasuflar, islom ulamolari, shoir va san'atkorlar, tarixchi va siyosatchilarga bo'linadi. Faylasuflar G'azzoliy, Amiri Abu ibn Sino, Aboli ibn Sino, Al-Farobiy, Aziziddin Nasafiy, Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro va boshqa olimlarni olishimiz mumkin. Islom ulamolari albatta bu Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbal, Ansoriy, Buxoriy, Hakim Nishaburiy, Juvaniy, Matrudiy va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Qadrli talabalar, buni tarixi juda ham kuchli va chuqur hisoblanadi albatta. Bugungi mavzuyimizning qisqacha bayoni shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.